Assalamu alaikum. Germaniyada ve dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan hurmatli qarindoshlar. Germaniya parlamenti tarafidan başlatılgan yer shari Magnitski qonunining Germaniyada ijro qilinishi uchun 2019 yılı 10. ayının 1. günü başlangan imza faaliyeti uchun kerakli bo'lgan 50 ming imza toplash hareketi başlangan bolsumu hazırlıçılık bu to'g'riliq teşviqat ve tunuşturuş cihetdeki yetersizlik sebeplik imza sani aran 3 mingga yetgan. Bu imza toplash hareketi 12. ayının 30. günügüçilik davamlıçılgan bulup, yani kerakli bo'lgan imza sani 50 mingdan aşkan bo'lishi lazım ekan. Aziz qarindoshlar, 3. dekabr Amerika Avam Palatasida ma'qullangan Uyg'ur qonun loyihasi Xitoy hokimiyati ve atalmış Abdum rayonidagi qo'rchoq amaldorlarni qandoq sarosimaga solganligini hammamiz ko'rdik. Bundaq ekan bu imza Yevropa İttifaqının yurgi bo'lgan, dunyoning iqtisodiy ve siyosiy jihatdan nopuzliq davlati bo'lgan Germaniya parlamenti yo'llangandan keyin agar qonun ma'qullansa, yurgizilgan qonun birinchi qadamda Xitoy kommunistlarining yani bo'libmi Sharqiy Turkistonda jazo lagerlarida bevosita jinoyatga aralashgan kommunistik partiya amaldorlarininki ve uningdan boshqa Tibet ve Mo'ng'ullarning haq huquqlarini tafsandi qilgan amaldorlarning iqtisodiy jihatdan jazolash, Germaniyaga sayohat qilish huquqlarini elib tashlash qatorliq moddalarda ijro qilinadi ekan. Shunga her bir Uyg'urning, shundaqla Uyg'ur bo'lmagan barliq insonlarning imzo chekishini qo'lga keltirib, muzokaraga qo'yilishi uchun, balki qabul qilishining jazo lagerlarining taqilishi va Xitoy hokimiyatining iqtisodiy va siyosiy jihatdan jazolanish qadamini tiziltish uchun kuchli qilishinglarni umid qilamiz. Şuna aziz qarindoshlar, imkoniyatimiz yor bergan doira ichida vaqtimizni ajratib imzo qo'yaylik, imzo qo'yish harakatiga aktiv ovoz qo'shaylik ve imza jadvalini ko'plab taqitaylik. Shuni iniq bilaylikki, vaqt kelganda bir imza jazo lagerlaridagi bir qarindoshimizning jenini qutqizib qoladigan bir omil bo'lib qolishi mumkin. Oxirida bu imza faoliyatiga, bu harakatga hamkorlashgan dünyanın başka joylaridagi tashkilot rahbarlari ve faoliyatchilarimizga yordam berish uchun rahmat aytamiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston Surgunlik hukumati raisi ishxonasi.